tepkilik va bepushtlik. Men bu mavzuni bejizga ochmadim. Hozir yonimga kelayotgan bemorlarning azospermiya bilan kelayotgan bemorlarning 30-40% da mana shu tepkilik kasalligini o'tkazishgan yoshlik paytida. Hozir nima haqida gap ketishini video davomida bilib olasiz. O'zi tepkilik bu qanday kasallik? Qanday yuqadi? Va buni belgilari qanday? Tepkilik oddiy, mana ko'pchilik biladi, mana okoloушный железа deydi. Ya'ni so'lak bezlari bor. Mana shu so'lak bezlarida bu virus orqali yuqib, sizda epidemik paratit kasalligini olib keladi. Endi ko'pchilik hozir epidemik paratit desam bilmas edi, buni oddiy xalq tilida tepkilik deydi. Mana shu tepkilik virus orqali yuqib, so'lak bezlarini yallig'lantiradi. Bu yerda qanday belgilar bilan namoyon bo'ladi? Birinchi navbatda temperatura, og'riq va mana shu joyni shishib chiqishi, holsizlik vujudga kelishi mumkin. Endi hammamiz bilamiz, xalqimizda nima bo'ladi? Tepkilik bo'lgan bolasini egizak tuqqan ayolga borib teptirib kelishadi yoki yanadir kimlarga borib teptirib kelishadi, to'g'rimi? Buni mendan yaxshi bilasizlar. Sizni o'zingiz yashayotgan joyingizda tepkilik bo'lsa, bolani nima qilishadi? Kimga borib teptirib kelishadi? Kommentariyaga yozib qoldiring, albatta bu ham menga qiziq. Endi qarang. Mana shu tepkilik bo'ladi. Tepkilik bo'lgandan keyin ko'pchilik mana shu vrachga bormaydi. Borib teptirib keladi, vaqt o'tadi, bir hafta, 10 kundan keyin u o'zidan o'zi yo'qolib ketadi. Bo'ldi, mana teptirganimizdan keyin yaxshi bo'ldi bolamiz deydi-da, vaqtni o'tkazib yuraverishadi. Keyin nima bo'ladi? Bola uylanadi. Bola uylangandan keyin 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi, farzand bo'la olmaydi, farzandli bo'la olmaydi. Keyin vrachga uchrashadi. Vrachga uchrashgandan keyin spermogram analizi bor, bilasizlar. Farzand ko'rish holatingizni aniqlab beradi. Spermogramma topshiradi va spermasi 0. Azospermiya. Bemorda azospermiya aniqlanadi. Uni ketdi. Ko'pchilikda buni ginekologlar aniqlaydi. Ketdigan. Tekshirib ketadi. Bolani hamma joyini tekshirib tashlashadi. Genetikasini ham tekshirishadi, karotipni ham tekshirishadi. Hech nima topa olishmaydi. Hammasi yaxshi. Bir faqat bemorda bo'lishi mumkin gipergonadrotmi, gipogonadizm. Bu degani gormonlari baland bo'lib ketadi. Shunaqa bemorlardan bittasi keldi yonimga, azospermiya, bir primer aytishlarga. Azospermiya bilan keldi. Tekshirib ko'rdik, gormonlari baland, moyaklar mana shuncha. Endi o'sha kichkinada moyaklari juda kichkina. Ko'rdik, azospermiya bo'ldi. Keyin bemorni yaxshilab anamniz yig'dik, bemor bilan gaplashdik. Ana keyin bemorda so'rab surishtirsak, yoshlik payti u tepkilik, ya'ni epidemik paratit o'tkazgan. Qanday buni shifokorga borib davolatdingizlarmi desam, yo'q deydi, onasi aytadi. U egizak tuqqanga borib teptirib keldik, keyin yaxshi bo'lib ketdi deydi-da. Qanaqasiga yaxshi bo'ladi? U nima, tabibmikan? Ikkita tepgandan yaxshi bo'lib ketadigan. Hozir chiqib ketdi-ku, nima bo'lyapti deb chiqadi-ku bitta tabibimiz. Keyin shunaqa siypalab yuboradi, yaxshi bo'lib ketadi. Unaqa tabibmidi u? Egizak tuqqan ayol. Yo'q, vaholanki mana shu teptirmasa ham epidemik paratit bu qaytib ketadi o'zi 5 kun, 10 kunda qaytib ketadigan kasallik. Lekin bu mana shu o'zi qaytib ketmasidan oldin buni konkretni belgilar bor payti davolash kerak. Ya'ni vrachga olib borish kerak, buni davolatish kerak. Antibiotik bilan emas, virusga qarshi dorilar bilan, ya'ni protovirusli preparatlar bilan, immunomodulatorlar. Endi buni vrachni o'zi biladi qanaqa davolash kerakligini. Shu paytda mana shu dorilar bilan davolash kerak edi. Xo'p, shuncha paytdan beri doktor nimaga aytyapti bu joy bilan, bu joyning qanaqa aloqasi bor ekan deb eshitayotgan, o'ylayotgan bo'lsangiz, endi tushuntiraman. Qarang, mana shu epidemik paratit virusli kasallik bo'lib, bu qon orqali moyakka boradi va moyak ortig'ini yallig'lanishini olib kelishi mumkin. Arxit, epizemit, orqa epizemit olib kelishi mumkin va bu moyakni o'sishi, rivojlanishiga ta'sir qiladi va keyinchalik bola kattaygandan keyin hech kim e'tibor bermaydi, moyagini borib hech kim qarab o'tirmaydi bolani. Ko'pchilik o'zbeklarimiz shunaqa. Moyaklar rivojlanmay qolgan bo'ladi va uylangandan keyin bilib o'tirishadi hozirgi bemorimizdek. Moyaklar rivojlanmaydi, moyaklar rivojlanmasa sperma ham yaxshi ishlab chiqmaydi,
testosteron ham yaxshi ishlab chiqmaydi. Testosteron, sperma yaxshi ishlab chiqmagandan keyin farzandli bo'la olmaydi va erkaklik quvvati kam bo'ladi. Jinsiy holat turishi ham pasayishi mumkin, soch-soqol chiqishi ham pasayishi mumkin. Gavda tuzilishida ham buni bilsangiz bo'ladi ko'pchiligida va bepushtlik bilan bunaqa bemorlar aziyat chekishadi. Endi xo'p, bu holatda davolasa bo'ladimi degan savol tug'ilishi mumkin ko'pchilikda. Mana yoshlikda epidemik parotit bo'ldi, tepkilak bo'ldi, davolatishmadi. Hozir spermasi nolga tushib qoldi. Endi buni davolashning iloji bormi? Kamdan kam holatlarda. Ya'ni tabiiy farzand bo'lish imkoniyati kamroq bunaqa bemorlarda. Bularda ECO-X qilinadi. Ya'ni qanday qilib ECO-X qilinadi? Albatta, agar hech qanday sperma chiqmayotgan bo'lsa, mikroteziya qilinadi, operatsiya va moyaklar ochiladi. Tarvuzni ochganday ochiladi va ichidan sperma qidiriladi. Agar sperma topiladigan bo'lsagina, uni X qilinadi. Ha. Mana shu holatga kelmasligi uchun hurmatli ota-onalar, hurmatli yosh kattalar, farzandingiz, nevarangiz tepkilik kasalligi, mana shu yerga shishib chiqadi. Tepkilik kasalligi bo'lgan payti vaqtni o'tkazmasdan ertasi kuniyoq yoki shu kunning o'zida borib vrachga ko'rsating, uni konkretni davolasin. Shundagina asorati bo'lmaydi, keyinchalik uylagandan keyin mana shunaqa holatga kelib o'tirmaydi. Do'stlar, bu holat juda achinarli holat. Bu bizani xalqimizda tibbiy madaniyati kamligidan, tibbiy bilimi kamligidan shunaqa bo'ladi. Endi qarang, oddiy mana aytdim-ku, azospermiya dedik. Azospermiyadan tashqari testosteron tushib ketadi. Testosteron tushib ketsa, jinsiy quvvati ham kam bo'ladi. Shunaqa gaplar do'stlar. Xo'p, menimcha bugungi mavzumiz sizlarga qiziq bo'ldi va aniq tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Aytgancha ko'pchilik so'rashadi, biza masalan Xorazmdan uzoqdamiz. Bilasizlar, men Xorazmda ishlayman, Urganch shahrida. Xorazmdan uzoqdamiz, chet davlatdamiz. Sizni konsultatsiyangizni olsak bo'ladimi? Ha, albatta. Onlayn konsultatsiyamiz ham bor. Onlayn konsultatsiya uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasa Telegramdan yozing. Operatorim sizga javob beradi. Onlayn konsultatsiyamiz ham bor. Onlayn konsultatsiyada siz bilan gaplashamiz, savol-javob qilamiz va sizga analizlarni yozib beramiz. O'zingiz yashayotgan joyda analizlarni tushib bizga yuborasiz va shunga asosan diagnoz qo'yib, keyin lechena qilamiz. Albatta, onlayn konsultatsiyada ham bemalol muammongizdan qutulishingiz mumkin. Bundan tashqari bizada do'stlar, ikkita kursimiz bor. Bu hozirgi yoshlarda eng ko'p uchrayotgan va dolzarb mavzulardan biri bu 5ga 1. Ya'ni onanizm, masturbatsiya. Mana shundan qutulish bo'yicha ham onlayn kursimiz bor. Albatta, buning uchun ham boya aytgan nomerim mana ekranda turadi. Mana shu nomerga Telegramdan 5ga 1 deb yozsanglar, hech nima yozmanglar. Faqat 5ga 1 denglar, bo'ldi. Operatorim sizlarga mana shu 5ga 1 kursini tashlab beradi. Albatta, bu onlayn konsultatsiyamiz ham, kurslarimiz ham pullik, lekin arzimagan narx evaziga. Bitta kafega kirsangiz, do'stlar bilan o'tirganda 100 ming, 200 ming tashlab chiqasiz. Bu ham arzimagan pul. Zato siz muammongizdan xali bo'lasiz. Yana bitta onlayn kursimiz bor. Bu birinchi kechani ideal o'tkazish. Ko'pchilik bemorlar kelishadi yonimga. Qo'shila olmayapmiz, turmayapti, kelin qo'rqib qolgan, yaqinlashtirmayapti. Asoratlar juda ko'pda. Mana shu holat bo'lmasligi uchun birinchi kechani idealni o'tkazish bo'yicha, ya'ni chimildiqni idealni o'tkazish bo'yicha kursimiz ham bor. Buning uchun mana shu operatorimga birinchi kecha deb yozib qoldirsangiz, ma'lumotlarni tashlab berishadi va keyin kursimizni qatnashib, hamma ma'lumotlarni bilib olsangiz bo'ladi. Hammangizga kattakon rahmat. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aytgancha, kanalimizga obuna bo'lish va videoga like bosish esdan chiqmasin. Videoni tanishlaringizga, ota-onalarga, yosh kattalarga yuborib qo'ying. Ular ham bilishsin.